Hurmatli aka-ukalarimiz, qaranglar mana Farg'ona viloyatimizda yo'l transport hodisasi shu darajada ko'payib ketgan. Mana bitta hammasi protokollar mana. Bular hammasi yozilgan. Bu yo'l transport hodisasi bo'lganda yevro qilinganlari, uni orasida kelishib ketganlar borgan paytimizda yoki 102 ga o'tib tan jarohati olib gayga o'tib ketganlari qancha va bizni topib va misol uchun yordam beringlar deganlaridan qolingan narsalar mana. Shu hammasi baholash, yevro protokol mana shunaqangi narsalar bitta mana postda yana baholashlar. Keyin DTPlar mana ko'ryapsizlar hammasi. Xullas aka-ukalarimiz yo'llarda ehtiyot bo'linglar va nima demoqchiman, hozir bularni nima uchun ko'rsatyapman sizlarga? Sug'urta narxi oshdi. Oshganligi uchun odamlar, ya'ni fuqarolar haqqini talab qilishni boshladi. Shuning uchun sizlarga ham aytamizki, mana 160 ming so'mga sug'urta qilib beryapmizmi? 28 million so'mgacha bo'lgan zararni olishlaringga biz yordam beramiz. Shuning uchun murojaat qilinglar. Sug'urtalaringni joy-joyida qonuniy qilib yuringlar. Hamma holatda biz yordam beramiz. Xullas, Adim avtobus mijozlariga sug'urta emas, ishonch sotadi. Salomat bo'linglar, yo'llarda ehtiyot bo'linglar.